Diqqat! O'zbekiston fuqarolari, ogoh bo'ling, O'zgidromet ertaga kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Sovuq kunlarga tayyor turing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 19-oktyabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli, ba'zi vaqtlar bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kecha 8-10 darajada, kunduzi 19-21 darajada bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 darajada iliq, kunduzi 13-18 darajada bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 darajada, kunduzi 18-23 darajada bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 darajada, kunduzi 18-23 darajada bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 darajada, kunduzi 21-26 darajada bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 darajada, kunduzi 18-23 darajada bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 darajada iliq, kunduzi 10-15 darajada bo'ladi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.